Assalomu alaykum hurmatli Fors tili Buxoro kanali kuzatuvchilari. Bugun yangi darsimizni boshlayapmiz. Ushbu darsimizda fors tilidagi izofa degan bir grammatik tushuncha bilan tanishib o'tamiz. Buni solishtirish uchun o'zbek tilidagi so'z birikmalari degan mavzularni yaxshi bilish kerak. O'zbek tilida so'z birikmalarining yasalishi 3 xil yo'l bilan amalga oshiriladi. Ulardan ikkitasi bugungi biz fors tilida tanishadiganimiz izofa bilan mos keladi. Bular bitishuv va moslashuv uslublari bo'lib hisoblanadi. Bilamizki, o'zbek tilidan bitishuv uslubida ikkita so'z hech qanday qo'shimchalarsiz faqat ma'no vositasida moslashadi. Ularga masalan katta ko'cha, aqlli bola, toza havo, baland bino, yashil daraxt kabi misollar to'g'ri keladi. Va ikkinchisi, ya'ni moslashuv uslubida esa narsa buyumning birovga tegishli ekanligini bildiradi. Qaratqich qaralmishlar bilan yasaladi. Ya'ni mening sumkam, sening kitobing, o'rtog'imning uyi, ko'chaning narigi beti kabi. Demak, o'zbek tilidagi bitishuv va moslashuv orqali so'zlarning bog'lanishini fors tilida izofa degan tushuncha orqali ifodalanadi. O'zbek tilidagi singari fors tilidagi izofa ham ikkita so'zning o'zaro bog'lanishi bilan ro'yobga chiqadi. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turganimizdek mize bözör, göle sörg, bu ikkalasi hozir aytganimizdek o'zbek tilidagi bitishuv uslubiga mos keladi va ikkinchisi qaratqich qaralmishga dare xone ketobe man. Ya'ni mize bözör degani katta stol degani, göle sörg degani qizil gul degani. Hozirgina aytganimizdek bular o'zbek tilidagi bitishuv uslubiga mos keladi. Va ikkinchisi esa qaratqich qaralmish dare xone, ya'ni uyning eshigi va ketobe man, mening kitobim bo'lib hisoblanadi. Endi bularning joylashuviga qaraydigan bo'lsak, o'zbek tilidagi bitishuv uslubidagi va moslashuv uslubidagi so'zlarning joylashishi fors tilidagi izofaga teskari turadi. Ya'ni misol yangi qalamda bu yerda bitishuv yo'li bilan bog'langan, qalam bu yerda aniqlanmish, yangi esa aniqlovchi. Fors tilida buning teskarisi. Medode no. Avval aniqlanmish keladi, keyin aniqlovchi keladi. Ko'ramiz, oq bir, ya'ni oq so'zi aniqlovchi, bir aniqlanmish. Avval aniqlovchi, keyin aniqlanmish kelyapti. Fors tilida gache sefit. Avval aniqlanmish kelyapti, keyin aniqlovchi kelyapti. Demak, joylashuv jihatdan, birin-ketinligi jihatdan o'zbek tilidagi birikma bilan fors tilidagi birikma farq qilyapti. Ikkinchi misol ham xuddi shunaqa bitishuv yo'li bilan yasalgan yangi qalam so'z birikmasida yangi aniqlovchi, qalam aniqlanmish. Buning fors tilidagi tarjimasida medode no. Aniqlanmish bo'lgan medod avval kelyapti, uni aniqlayotgan so'z no esa keyin kelyapti. Bu ikkalasi o'zbek tilidagi bitishuv uslubidagi so'zlar birikishi edi. Endi qaratqich qaralmishdagi birikishini ko'ramiz, ya'ni moslashuvni. Uning daftari. Demak, daftar qaralmish, uning qaratqich. Fors tilida esa teskarisi. Daftari ö. Keyingisi sening do'sting. Sening qaratqich, do'sting qaralmish. Bu yerda teskarisi. Duste tu. Avval qaralmish keladi, duste, keyin qaratqich keladi, tu. Ushbu barcha so'zlarimizda izofa tovushi bilan ifodalanyapti. Yozuvda ushbu tovushimiz ifodalanmaydi. Ta'bir joiz bo'lsa, mana bu yerda har bir so'zdan keyin bitta zer belgisi qo'yilishi kerak, lekin yozuvda ifoda etilmaydi. Bular hozir ko'rganimizdek hammasi undosh bilan tugagan so'zdan keyin ikkinchi so'zning qo'shilishi edi. Mize bözör, göle sörg, dare xone, ketobe man, gache sefid, medode no, daftare u, duste tö. Ko'ramiz, birinchi so'zlari hammasi undosh bilan tugagan. Yana bir narsani eslatishimiz kerakki, ushbu bog'langan so'zlar izofiy birikma deyiladi va izofiy birikma odatda bir tovush bilan, ya'ni bir bo'lak sifatida talaffuz qilinadi. Endi izofaning imlosi haqida so'z yuritamiz. Agar izofiy birikmadagi birinchi so'z undosh harf bilan tugagan bo'lsa, hozirgina eslatganimizdek qisqa tovushi bilan bog'lanadi va yozuvda ifoda etilmaydi. Misollarga qaraymiz. Soate tello, ya'ni tilla soat, sage u,
ya'ni uning iti, zaboni forsi, fors tili, kelose mo, bizning sinf. Har 4 tala birikmada, ya'ni birinchi birikmada T tovushi, ikkinchisida G, uchinchisida N, to'rtinchisida sin tovushlari undosh bo'lganligi uchun yozuvda ifodalanmaydi, faqat talaffuzda e orttiriladi. Endi qisqa unli e bilan tugagan so'zlardan keyin hozirgi paytda 3 xil holatda yozilishi mumkin. Birinchisi hech qanday alomat qo'yilmaydi. Mana ko'rib turganimizdek xonaye farruh, ya'ni Farruhning uyi degani. Bu yerda mana qisqa e bilan tugayapti. Hech qanday alomat qo'yilmagan. Ikkinchisi nomeye do'stam, ya'ni do'stimning xati. Ushbu holatda qisqa e'ning ustiga hamza belgisi qo'yilyapti va uchinchi holati esa ro'znomeye devori, ya'ni devoriy gazeta. Ushbu holatda yo harfi qo'yilyapti. Uchinchi holati cho'ziq unlilar fors tilida 3 ta, bular o, u, i, bularni aytganmiz. Shular bilan tugagan so'zlardan keyin izofa bitta yo harfi bilan yozuvda ifodalanadi, talaffuzda ye deb o'qiladi. Misol, sedo so'zi, bo'lbul so'zi. Ya'ni sedoye bo'lbul. Bu yerda o bilan tugaganligi uchun bitta yo harfi yoziladi, talaffuzda ye bo'ladi. Ya'ni sedoye bo'lbul. Ikkinchi so'z banoye bo'land, ya'ni baland bino. Bu yerda ham o bilan tugaganligi uchun ye orttirilyapti. Uchinchi so'z doneshjuye doneshgoh, ya'ni universitet talabasi. Bu yerda cho'ziq unli u bilan tugaganligi uchun ye orttirilyapti. Va to'rtinchi misolimiz kaduye shirin, ya'ni shirin qovoq. Bunda ham u bilan tugaganligi uchun bitta ye orttirilyapti. Hozirgina aytdik, cho'ziq unlilar bilan tugagandan keyin ye orttiriladi deb, bu yerda cho'ziq unlilar o va cho'ziq unli u bilan misol keltirdik. Uchinchi cho'ziq unlimiz i bo'lib hisoblanadi. I bilan tugagan so'zlardan keyin yozuvda yo harfi orttirilmaydi, balki talaffuzdagina orttiriladi. Bunga misollar bini burun degani u, ya'ni uning burni bo'lsa, bini u emas, balki bini ye u deb o'qiladi. Garchi yozuvda hech narsa qo'shilmasa ham. Keyingi so'zimiz sandali, bu stul degani. Eski stul demoqchi bo'lsak, yozuvda qo'shilmaydi, lekin talaffuzda qo'shiladi. Sandali ye ko'hne bo'ladi. Ya'ni eski stul. Uchinchi birikmamiz mohiye buzurg, ya'ni katta baliq. Mohi baliq degani cho'ziq unli i bilan tugaganligi uchun aytganimizdek yozuvda emas, balki faqat talaffuzda bitta ye tovushi orttiriladi. Bugun tanishtirmoqchi bo'lgan mavzularimiz va bajargan mashqlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.